Siz Niderlandiyada ishlaysizmi? Va xo'jayiningiz sizga pul to'lamaydimi? Yoki sizga yomon munosabatda bo'lasizmi? Unda buni bilishingiz kerak. Ekspluatatsiya qilish taqiqlangan. Belgilardan xabardor bo'ling. Xona uchun ish haqini ushlab qolish ishi uchun pul to'lashmi? Bu qonunga xilof. Bu yerdagi har bir kishi Gollandiya qonunlari bilan himoyalangan. Hujjatlarsiz ham siz hali ham maoshingizni olish huquqiga egasiz. Lekin sizga dalil kerak. Ishlagan soatlaringizni yozib qo'ying. Ish beruvchingizning ismini, manzilini va xabarlarini saqlang. Ish joyingiz va formangizning suratlarini oling. Va hamkasblaringizning aloqa ma'lumotlarini saqlang. Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, yordam so'rang. Firework bilan o'z tilingizda bog'laning. Bu bepul, anonim va xavfsiz.